Vodiy Zarafshon. Hayotning cheksiz go'zalligi va qudrati. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Vodiy Zarafshon kanalining ashaddiy muxlislari va bo'lajak obunachilari, kuni kecha ijtimoiy tarmoqda Abdumalik Bayesti biz unga balet qilamiz. Xohlasang kulachkada, xohlasang perchatkada, xohlasang barbada, xohlasang bez perchatka urishamiz degan joyda deyishib kelishuv olingandi va undan keyin kutilmaganda pramo Abdumalik pramo efir vaqtida qanday napadeni bo'lganini o'zingizlar bilasizlarmi? Marhamat, video davomida ko'rib olasizlar. Kanalimiz yo'qsa agar albatta like va podpiskani bosing. Eng dolzarb videolar mana birinchimizda bo'ladi. Marhamat. Abdumalik Yorbutayev hamda uning tarjimonini Usmon Magomedov jamoasi kiyinish xonasida shafqatsizlarcha talpa qilishdi. Nima sababdan ular bu ishni qildi? Sizlar like bosib turing, hozir men sizlarga batafsil ma'lumot berib o'taman. Kecha Abdumalik Yorbutayev High Fight promoterlik kompaniyasida kulachka provinsiyasida rossiyalik jangchiga qarshi jang qildi va jangning birinchi raundidayoq raqibini nokautga uchratib g'alaba qozondi. Abdumalik bu g'alabasi orqali chempionlik kamariga so'z da'vogarga aylandi. Endi talpaga kelsak, Usmon Magomedov Abdumalik Yorbutayev bilan jang qilish kerak edi, ammo jangga bir qolgan Usmon Magomedov jang qilishdan bosh tortdi. Shundan keyin uning o'rniga yana bir jamoadoshi Abdumalik bilan jang qilish uchun chiqdi va birinchi raundda nokautga uchradi. Bu mag'lubiyat ularga yoqmadi. Shundan keyin yechinish xonasida Abdumalik va uning tarjimonini 20 kishi bo'lib talpa qilishdi. Abdumalik Yorbutayev ularni so'kmagan, hatto ularni haqorat ham qilmagan. Shunday bo'lsa ham ularga vatandoshlari mag'lub bo'lgani yoqmadi. Do'stlar, sizlar qanday fikrdasizlar? Videoni ko'ringlar va o'zlaring baho beringlar. Sport degani bu bir-biri uchun qil solish degani emas. Aksincha, sport do'stlik va birdamlik degani. Dom,